Yurtimizda kriptoaktivlar bilan qonunga xilof ravishda faoliyat yuritish javobgarlikka sabab bo'ladi. Shunga qaramasdan ayrim shaxslar litsenziyasiz kriptovalyutalar aylanmasi bilan shug'ullanib kelmoqda. Xususan, Toshkent shahri Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish bo'linmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida 6 milliard 700 million so'mdan ortiq miqdordagi kriptoaktivlar aylanmasini amalga oshirgan shaxs ushlandi. Tekshiruvlar jarayonida 2004-yilda Sirdaryo viloyatida tug'ilgan, hozirda Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Beknazarovning iPhone 17 Pro rusumli telefoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Unda fuqaro smartfoniga o'rnatilgan ilovalar va turli akkauntlar orqali katta miqdorda kriptoaktivlar aylanmasi bilan shug'ullangani aniqlandi. Jumladan, gumonlanuvchi P2P orqali noqonuniy kirim-chiqim operatsiyalari yordamida jami 556 ming USDT dan ko'proq mablag'ni o'zlashtirgan. Mazkur summa 6 milliard 700 million so'mdan ziyodni tashkil etgan. Ushbu tezkor tadbir davomida Sirdaryo viloyatida tug'ilgan fuqaro uyali telefoni ko'zdan kechirilganda, uyali telefonida Bitget ilovasidan noqonuniy kriptoaktiv faoliyati bilan shug'ullanayotganligi aniqlandi va unga nisbatan kerakli hujjatlar to'planib, Yashnobod tumani tergov bo'limiga topshirildi. HTX va Bitget kripto birjalarida P2P amaliyotlarini bajardim. Shug'ullanayotganimda yo'q bilmasdim noqonuniyligini. Ichki ishlar xodimlari noqonuniyligini, buni ortidan qanaqa oqibatlarga olib kelishini tushuntirishdi. Hozirda qilgan ishimdan pushaymonman, bu ishni boshqa qilmoqchi emasman. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278 prim 8 moddasi bilan, ya'ni kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzilishi jinoyatini sodir etganligi uchun jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, kriptoaktivlar aylanmasi sohasida litsenziyalovchi vakolatli organ O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi hisoblanadi. Litsenziyasiz kriptoaktivlarni sotib olish, sotish, ayirboshlash yoki mining faoliyati bilan shug'ullanish qonunga xilofdir.